Şinjan Tevarrük Biyopentexnik Çeklik Şirketi tajdorligini olgan. Örümchi Esra Yemek İçmek Çeklik Şirketi alohida hamkorlashgan. Şinjan Tunjam Savdo Çeklik Şirketi alohida qo'llagan. Şinjan Do'stlik Savdo Çeklik Şirketi alohida qo'llagan. Vay, yaxshimi? Nima ish qildim shu? Badan chiniqtiryaptimi? Ams kiyimlarni almashtirib tayyor bo'lgan. Oy, nima ish qilamiz teshig'i chiqib. Men kechda nima yeydiganligimizni o'ylashib qo'ydim. Kechda meva salat qilib yeylik bo'ldi, teshig' chiqmayli. Nima? Ay, ya bo'lmasa, sayko'ktatda salat qilib yesakmi bo'ldi. Teshik chiqmayli bo'ldi. Amdidan boshlab chuqra oldirmay asta-asta o'z aslimizga kelamisak bo'lmaydi, o'ruqlab, tomoqlarimizga diqqat qilib. Birayib o'tirib kelsa qana bular. Bo'lmaydi, qara, shuni teshik chiqmayli bo'ldi. Men uyda-chu nima ishimizni o'ylashib qo'ydim. Mening toza kayfiyatim yaxshi emas. Voyjon, nima bo'lgansa endi? Ha, ma'qul. Her günlük faaliyetimiz çeniqish demektir. Coşkun, ruhluk bolsak, arzularımızmı dolkun yasap durdu. Hayerdili bolay, Tevarrük Bahadır kuvvet eserleri bana hemrah. Tevarrük Bahadır kuvvet eserleri. Mana bu mening materiallarim. Davlat sifat tekshirishdan o'tgan qonunliq materiallar. Unisi siz qaysi xil usulda e'lon berishni o'ylashdingiz? Endi sizlarningki o materiallarning ichida qarsam, yaqinda yana bir film ishlashgansizlar. Shuning ichiga e'lon qilsiray deb o'yladim-ku. Bo'ldi. Chunki hozir hamda hamma odamniki qo'lida aqli iqtidorli telefon bo'lgandan keyin, endi men to'r filmimi toza avjayotdi-da, korxonachilarni bas-bas e'lon beryotdi. Endi buni foydali menda ikki tarafi bor. Birisi ham e'lon haqi azon. Ikkinchisi men u mahsulotningki to'linishi bir qadar tez bo'ldi ekan. Ha, shu. Men bu ancha-muncha to'r filmlarni ko'rman. Sizlarning filminglarni ko'rgan. Filminglarning ichida voy degidek e'lon mahsulot bir narsalar yo'q-ku. Shuningga mening mahsulotim sizlarning filminglarga kirsa, nihoyat jonlantiradi. Bu mahsulotingizning bizning filmni jonlantiradigan hech qanday roli yo'q. Biz faqat sizning mahsulotingizni tuntish uchun filmimizni o'tirib qo'yamiz, qarang. Boshqa ish yo'q. Navoda bizningki film yaxshi chiqmay qolsa, sizning mahsulotingizning bozor tep ketishi natayin. Siz nima demoqchi? Mening mahsulotimni nachar demoqchimi? Yo'q. Bu yerda unda gap yo'q. Bu yoqning demoqchi bo'lgani, bizning filmimiz yaxshi, sifatli chiqmay qolsa, sizning bu mahsulotinglar ming yaxshi bo'lgan taqdirdami, haq bilmaydi, bozor topolmaydi demoqchi. Shuning uchun biz bir-birimizni to'liqlaymiz demoqchi. Demak, mening e'lonim bo'lmasa, sizlar filmni ishlamaysizlar, taqtamaysizlar. Shu-ku. Siz xato tushunib qoldingiz. Siz e'lon ishlash orqali bizga iqtisodiy unum yaratib berasiz. Biz sizning filmingizni o'tirg'a qo'yib, siz berga iqtisod orqali biz filmga qatnashgan ish xizmatchilarining maoshini beramiz. Biz sizga yordam qilamiz, siz bizga yordam qilasiz degan gap. Qarang. Endi burun haqlar e'lonsiz gazet etibmi beribdi-ku. Esra yurishlik yemeklikleri. Men qarang, u degan burun. Agar o'shunda gazir setib baydigan shu bo'lsam, hozirmi? Sizlar qalbaki qarg'u mahsulotingizni besib, chiqib satsangiz bo'lmamdi. Yaratmoqtamsiz? Bo'ldi, o'zingizlarni tutinglar. Bu sharoit masalasi. Ayni chaqda haqlar shu g'oltakda mol so'rab sotgan vaqtlarda mush sharoit yo'q. Mush tashviqotlar yo'q. Haq omonning yo'qligidan harvida so'rab sotgan. Mana hozir bu sharoit hozirlandi. Nurg'un korxonachilar bizga mush sharoitni yaratib beringlar deb bizga e'lon berib kelyapti. Sizmi shuni kelgansiz qishimizga? Shu, bizmi shu jahonning taraqqiyoti qarta ishtimiz. Shu emasmi? Unda bo'lgan ekan, gapni yig'inchoqlay. Mau bizningki baho jadvalimiz. Mushashida.
Endi buningki bahani sizlar qanday bekitdinglar deb so'rasangiz, bu tajdarlik o'rin, hamkorlashqich o'rin, yumshoq e'lon beradigan o'rinlar qarta bekitilgan baho. Siz bir tafsiliy ko'rib chiqing. E'lon baharinglarni ko'rdim. Bo'ldi-ku. Endi bu mahsulotimga qaysi o'rin mos keladi? Shuning qarta men bir plan tuzib kelay. Bo'ldi? Unda bo'lsa sizlar shu muqim bo'lgan bilkasingiz ko'rshamdiq. Bo'ldi. Otdan tushsin, o'zingizdan tushmaydigan bu. Saran kalısın suyu var. Neymiş koysuz boyda? Siz neymiş qilsiz bu yerda? Mamina uya. Bu nazarkatdan uya sizning emas. Ko'zingiz boshqa bir as ko'rib otdimmi men? Aycha, siz ko'chib ketganmi? Narsamni olib keldim. O, nima narsangiz ne? Va badang patadigan shu Shikimda yering bo'ldi. buzun o'g'antim bu mustasal küçükmü? Ay nimkarınız? Çok bir gap bu hem iş karışıp. Neymiş katsızsınız? Hay. Oy bu Esra'nın mesutlarında ilan tatmağın tutsak neymi yavatsız bu ne? Değmemezsiz şirketlerine. Şu yeydiğin narsa yok. Kusak aş. Onun üstüne yatılgan yerim yok. Şuna müşahit turay dep kelgen. Tutsam bulu yerga. Can, yozsanız mı yetti ha? Fakat men o fıngırım emez çünkü ama yağış renglerini çoğuncuları safala. Ben kiyimlerim hep kessem çüşke izlesemeyim ama öyle. Bak öğretmek öyle. Saksılarım hep yazsanızla oldu. Çünkü Vay, siz hatırlayacağım bunu ha. Ben siz yaktırmağımda yaktırıyorum ha. Kim almayı çalışıyorsunuz yerden bir şey mi ya? Şinjan Tunjem Sotsek şirketi ishlab chiqargan dilsoz ihborliq o'simlik ichimligi yurak men qon tomir kasalliklarining oldini olish, saqlayishni ilgari surish uchun sog'lomlikni so'yadigan har millat xalqiga qilgan ko'ngil sovg'asi. Saqcham yurishlik sog'lomlik mahsulotlari. Ben bu qıtımlıq filmlarning tajdarlik huquqini ilishni o'ylashdim. Ammo meni shartim bor, to'xtam qo'shimiz. Dilshod to'xtam o'zgartish kirgizdik. To'xtam sizni barasa? Dilshod. Dilshod. Men to'xtam o'zgartish kirgizdik davatime. O'ttag'ini qara. Allah mani. Birinchi, filmlarning qo'yilishi cho'qim 1 million ish kerak. Bunda bo'lgan chaqda mening maqsadim tunilgan odamlar jiqlaydi. İkincisi, filmga cho'qim dongli artistlarni ishlatishinglar kerak. Bunda bo'lgan chaqda mening maqsadimning ishonch sochili. Üçüncüsü, men pulni 3 ga bo'lib berman. To'xtamlashganda bir qismini. Film qo'yilgan chaqda bir qismini. Film qo'yilib bo'lgandan keyin qolgan qismini beraman. Sizning bu shartlaringiz bize ishib ketdimi qanda? Filmingizga ishonchingiz yo'qmi? Bu filmimga ishonchim yo'q degan gap emas. Siz bizga bu ko'rilish qitim sonini belgilab bersangiz bu bek qiziqarli bo'ldi. Chunki biz bu ko'rilish qitim sonini oshiramiz deb hamma odamning uyiga kirib buni zo'lab ko'rsatmaymiz. Bu degan ko'rmanlarning erkinligiga ko'rish ko'rmaslik degan. Yana kelib qo'yam ko'rilish qitim soni tushib ketsa pul qaytarsizlar dedingizmi? Unda biz sizga pul berib ishlatamiz da bu e'lonni. Demak, yana shu filmingizga ishonchingiz yo'q-ku. Qarang, bunday gap emas. Biz filmni ishlasak, qancha jiq odam ko'rib huzurlansa, qancha jiq odam shuning ortiqchiligidan o'rnak olib, kamchilikini tuzalsa, bu bizning yetmoqchi bo'lgan nishonimiz shu bo'ladi. Endi bunda degani biz filmni taqchiq tushunmaymiz geldik emas. Yana bu filmga dongli artistlar chiqsin dedingiz. Bizning rejissor filmga qanday obraz mos kelsa, shuni aytib pishirdi. Hergiz Mao danglıqda, aç çolpantı degan gapni qilmaydi. O'ylab yiqing.
Agar shunday bo'lib qolsa bu san'atning o'zi bir savdo bo'lib qolmanda. Qaranglar, bu donliq cho'lponlarni ishlatishga sabab donliq cho'lponlar bilan mening mahsulotim birga kelsa, xalqning mening mahsulotimga bo'lgan ishonchi soshidi. Sizlar bu shartlarimni yaxshi o'ylashib, muzokaralashib, anondan keyin birlik kelganda menga javobini bersanglar bo'ldi. Men bordim. Qaytaylik. Nima ish qilyapsiz? Ha, hozir xudoga muhim ishim yo'q-ku, shunga. Bugun kuzdan asrayda. Yana qarayib kuzdan oldim. Elanga bir narsalarni ichimni siqmang. Uyingizga chiqib qolyapsizmi yani? Bog'a chadingizni ish ketyapsiz-a? Qanday degan gap qilib qo'yamsiz? Sizda shu turgan vazifa bor. Men bizning yangi filmdan tojlar qilib bir shirkat setib olmoqchi. Lekin bu shirkatdagilarning yomon gapi jiq ekan. Shu sinfdoshlar buni yo'l qilib baqqanki siz berib ko'rishmay qol. Nigora qotgan tug'unda ishlaydi. Mavju shirkatning ishi Nigoraning emas. Bu ish kimning mas'ul bo'lishi muhim emas. Muhim korxonachilarni qoyil qilish. Bildingizmi? Oya, Bu shirkatda qo'ltirdi-ku. Bu sizni bir ishdan xil kallasini ishlatib qildi desam, boshqacha bo'lib qolibsiz-a? Ma Rena'nın işi bu. Rena'nın ishqonlar badal qurimiz o'xshash bo'lgandikan, Rena'ni boshqa ish qilish o'rindiroq desam, yana men shirkat ishlash da'vat qilibsiz-ku. Ha? Men sizga yomg'irqatim deb qo'yay. Rena sizga o'xshash men do'stingiz bo'lgandikan, artistlik qilish qilmasganmaydi. Tushundingizmi? Bekar qizlarni bir ishlar o'mindirib yurmang, ha? O'zimni shaxsiy qilib joylab qoldim-ku. Nirva. Көз sağlamlığınız üçün dostluk her yelimi Malina köz çaplıkını işlettin. Şinjan Kami Ösün Tüzek Doktorxanası Sap Koreya Ösün Tüzek Texnikasiga varislik qilgan bo'lib, ilg'or davolash uskunalari ozoda mo'yindi. Shundaqla qobil mutaxassislar qo'shinida tashkil topgan rayonimizdagi belgili ta'sir kuchliga Ösün Tüzek turdagi doktorxona. Şinjan Kami Ösün Tüzek Doktorxanası